uylarni remont qilmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz va mijozlarimiz. Biz hozir Farg'onaga yetib keldik. Farg'onalik hamyurtlarimizga bir qancha mahsulotlarimizdan qilib berganmiz. Atachento, tikurilli, lustra, xullas laminat parketlar ustakamiz bo'lsa, mana shu obyektni chiroyli qilib bitirishdi. Hozir ustakam bilan birga avzor qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, yaxshimisizlar? Xudoga shukr, rahmat. Aka, mana shu obyektni bitiribsiz. Bu nafaqat bizga, balki obunachilarimizga ham qiziq. Bugun mana shuni avzor qilib bersangiz, maylimi? Bo'ldi, gap yo'q. Mana xudo xolasa shunaqa ishlarni qildik. 3 etagli binoni, travertinini, tikurilla, hamma ishlarini tikurilla, aboylarini qildik. Xudo xolasa kirib ko'rsatamiz. Mana so'qillarigacha hamma yo'q chiroyli bo'lyapti. Marhamat, kirib ko'ramiz. Hali bu xonadonimizda remont ishlari ketyapti. 100% tayyor bo'lgani yo'q. Ozgina qoldi. Mana hamshirlarimiz ko'raverasizlar. Marmarino qildik, mana hamma yo'li bo'ldi. Fasadiga demak, travertinni marmarino fakturasi qilgansizlar. Marmarino fakturasi qilingan. Wow, juda ham chiroyli chiqibdi, ko'rishingiz mumkin. Hozir demak bu trendda bo'lib turgan faktura deyiladi, to'g'rimi? Trendda bo'lib turgan faktura eng oxirgi fasoni shunaqa bo'lyapti. Hozir asosan shunda yuribmiz. Aka, taxminan necha kvadratga travertin qilindi fasadiga? Hozirgi deydi 820 kvadratga. 820 kvadratga. Boya gaplashganda eshitib qoldim, bu uyimiz 8 sutikka yaqin ekan. 13 ta xonasi bor ekan. Xudo xohlasa bu videoda sizlar bilan 8 ta xonasini avzor qilamiz. Qolgan xonalari ham endi tayyor bo'lar ekan. Xudo xohlasa aka 100% tayyor bo'lganda ham kelamiz. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Marhamat. Buni yaqindan ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Menga fasadi rosa yoqdi. Haqiqatda hozir trendda bo'lib turgan fakturadan ishlatishibdi. Bu uylarimiz mana ustiga atachento ranglaridan berilgan, oqlaridan ustiga travertin sepib turib, ustiga keyin atachento ranglaridan berilgan. Narsalarga ham shu domstroyda atachento ranglarini olib kelganmiz. Shunaqalardan beri tashqariga fasadlarga ham. Bu travertinda qilib bo'lingandan keyin buni chaqlab, jemchug surkalgan ekan, adashmasam. Buni chaqiltirib turibdi. Buni chaqsak, bu xonaga qaysi atachentodan ishlatildi, qanaqa laminatlar qo'yildi va qanaqa lustralar qo'yildi? Bu uyga o'sha domstroyda tikurli rangini olib keldik, mana bunaqa rangini. Buni ichiga mana po'kaydan qildik, suyak po'kay bor, qattiq. O'shandan qilindi, ichiga atachento qilindi. Sahara Premium atachentolarimizdan foydalangansiz. Sahara Premium atachentolar foydalandik. Hop. Tasavvur qilishingiz uchun bu atachento faqri xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bularni domstroy filiallaridan xarid qilib olishingiz mumkin. Aka, tikurillar qalay ekan, qalay surkalishi qiynalmadingizmi aka? Yo'q, tikurillarni mana biz o'zi apparatda qilganmiz, bu yerda valida qildik. Valida ham, cho'tkada ham, cho'tki mana chiroyli chiqdi. Xudo xolasa, qiyinchilik yo'q, Sifat qanaqa ekan aka tikurillar? Sifati yaxshi, zo'r. Hammalari yaxshi zo'r bo'ldi. Bu atachentoni patologga ham qo'yilibdi aka? Atachentoni mana qirg'og'iga atachentoni qumligini qildik. Keyin tikurillarni ochirog'idan bu devorga faktura qilib chiqardik. Ma'lumot uchun tikurillarni Europower 7 turidan ishlatishibdi. Yuvsangiz bo'ladi. Cho'q silati bilan qolganlarni ajralib turadi. Ro'paraga PVH panel, dekor taraqlardan foydalanamiz. Bularda ham xuddi shu sizlardan demonstraydan olib kelindi. Juda ham chiroyli chiqdi lekin. Televizorga keyin teklarni o'sha mebel qilib berilyapti. Bu hamma xonaga o'sha bir xil Belarusiyani Vivaflor laminatdan ishlatilgan. Shuni ishlatildi. Tepaga sal boshqachasi, ustiga bu yerga faskasiz turidan ishlatildi. Faskas qilindi, bu yerga faskas. Tepaga bo'lsa faskalikdan ishlatilgan. Keyingi xonaga o'tsak bo'ladimi? Bemalol. Ikkinchi xonaga o'tyapmiz. Wow. Bu xona ham juda ham chiroyli rangdan foydalanishibdi. Boya aytganlarida bu xona qizlar xonasimi desam yo'q, bu mehmonlar kelib dam olib ketadigan xona ekan. Juda ham chiroyli rangdan foydalanishibdi tikurillarni. Uydagilar o'sha bu yerda mehmonxona qilaman deyishdi. O'sha qishloqda qarindoshlari, shahardagi qarindoshlari kelib yotib qoladiganlar bo'lsa, chekka kirib mana bemalol divanlari bilan qo'yamiz deyishdi. Shuning uchun shunaqa rang berdik. Hammaga yoqadigan. Buni tikurillar rangni oldi. Europower 7 dan ishlatildi bu ham. Bemalol mana yuvishga bo'lar ekan, bemalol yuvilib ishlatilaveradi deyildi. Shuning uchun shuni oldik. Mobodali balalar, yoshroq balalar kelib qolsa, biron nima tizsa ham yuvilishini hisobini olib qilsalar. Yuvilishini hisobini olib, o'sha yuviladigandan qiling deyishdi, uydagilar yaltiramasin deyishdi. Shuning uchun shunaqa 7 nima ishlatildi. Obunachilar ma'lumot uchun tikurillar Europower 7 ni faqirdagi ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir 7,5 kilolilar chiqyapti. Bu bo'lsa sizga 40-50 kvadratga yetish imkonini beradi Xlogdan ishlatganingizda. Lustralar ham shunga moslab qo'yilgan. Wow, lustralarni ham qizilini tanlagan ekan, fishisini tanlagan ekansizlar.
Juda ham chiroyli chiqibdi. Bu xonalar menimcha bitgani yo'q hali. Yo'q, u yoq bitgani yo'q. Ularda haligi sportivniy ham bilyard xona shunaqa qilmoqchi uy egasi. Shunaqa qilib beramiz. Hozir devorlar tayyor, tepalari bitgani yo'q. Bitganda xudo xolasa kelsalar, uni ham. Egalari halini gaplashib o'tirganimizda eshitib qoldim. Tepada даже o'zlari ishlash uchun xona ham, ofis ham qildirishyapti. Ha, xuddi shunaqa ofislar ham qilishyapti. Hamma yo'q tepalarga shu o'g'li kompyuter ishlaydimi, boshqa nima qiladimi, hamma yo'g'ini o'sha moslab, shu shahar forma, shu yevro forma qilib berishyapti. Shunga harakat qilyapti. Ularni ham bir chiqib ko'ramiz aka. Bo'ldi, bemalol. Xudo xolasa. Hop, aka, vaqt kichkina shogirdmilar? Bular xudo xolasa nevara shogird degan bo'laveradi. Ha, nevara shogird. Ha. Xudo xolasa endi bu yildan kelishdi. Ular ham katta usta bo'lishadi, xudo xolasa. Demak, farg'onalik ko'p hamyurtlarimizga o'rgatyapsiz ekan, o'zingiz kasbingiz aka. Xudo xolasa. Hech bo'lmasa shu hunarimiz qolsin deb, davom ettirilsin deb. Yaxshi-da aka. Ko'rib xursand bo'ldi. 2006-yil bo'lishlariga qaramasdan ko'p Atachento faktoralarini bilishar ekanda. Hozir o'zingiz ham bilasiz, ko'p ustalar ham qilisha olmayapti bu Atachento. Shunaqa. Biz ham unaqa istoriya qila olmaymiz. Faqat bular endi yoshlar qilishib, hamma yo'q qilishyapti. Asosan bu nimani ko'ramiz. Hamma yo'qda qilishadi, o'rgatamiz. Hamma qo'limizga kelgan narsani o'rgatyapmiz hammasiga. Xudo xolasa. Hozir yana bitta narsa aytib o'tib ketishim kerak. Farg'onalik bo'lsangiz, agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, usta akamiz raqamlarini pastga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsiz, aka chiroyli qilib berasiz o'zingiz. Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. Hamma qilib. Xudo xolasa endi tepadagi xonalarni bir chiqib ko'ramiz. Mana 3-xonamizga ham o'tdik. Aka 3-xonamizni afzal qilib bersiz. Bu tepadagi zol, bu ham o'sha ertaga kelin olishsa, kelinlar, qudalar o'tiradigan katta zol, tepasidan ko'ra ancha kattaroq. Shu zolda o'sha hammaga yoqadigan bo'lsin, yorqin svet bo'lsin deyishdi. Shuning uchun bunaqa yorqin svetini oldik. Sahara Premium Atacentoga mana shunaqa rang bergansizlar demak, Shunga shunaqa rang berib, shuna chiqardik. Bu ramkalarni ham polni o'sha chiroyli qilib chiqardik, ranglar berib. Ichini ham yaqindan ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Hammasini iloji boricha bir xil qilishibdi. Hali o'zgarib qolmabdi. Bu o'sha sillig'idan, bunisi qumligidan. O'rtasiga dunyo boyasi super Bianco'dan ishlatilgan ekan. Chekkalariga bo'lsa Sahara Premium Atacento'dan ishlatilishgan ekan. Endi o'sha bularga o'sha qumli svet o'tsa ham yonadigani bunisi maydaligi. Flugrid ham qo'shib yuborilgan. Flugrid ham qo'shib yuborilgan. Tushunishinglar uchun Flugridni paqirdagi ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Buni ikki xil rangi bor. Patologlarni ham ko'rishlar mumkin. Patologlar ham xuddi shunaqa Atacentoni qumligidan qilindi. Patologga ham qilingan ekanda. Patologga ham adashmasam Flugrid qilib yuboribsizlar. Flugrid qilib yubordik. O'sha chekkalariga yoqqanda tovlanish uchun. Chiroq yoqqanda o'sha kirganda tovlanish uchun ichlariga silib o'sha nimadan qildik. Keyin mana shu TV zona meni o'ylantirdi. Qarang aka, aksariyat mijozlarimiz endi hozir trendda o'tirgan bambu panellardan ishlatishadi, PVC panellardan. Sizlar ozgina boshqacha uslubda qilsizlar, ya'ni Atachento qilib yuborsizlar, atayni ham. Endi buni uydagilarga hamyonbop hisobida, bu ham oddiy, masalan, oddiy bo'lsa ham chiroyli ko'rinishda bo'ldi. Shuning uchun shunaqa qilib tanladik. Hamma boshqacharoq bo'lsin deyishganiga, shuning uchun buni tanlab qilib berdik. Atachentoni boshqacha turidan qilib berdik. Neobishniy bu. Neobishniy, bu PVC panelni demak, bunaqasiga tortib yuboribsizlar, hech qanaqa uloqsiz. Yo'q, uloqsiz bo'lsin deyishdi. Stik tushmasin deb, shuning uchun bitta qildik, televizorda bunaqalarni chiqarib qo'ydik. Juda ham chiroyli chiqdi. Menga mana shu TV zona ham yoqdi. Keyin ofisdan keyingi xonadagi TV zona ham juda ham chiroyli chiqdi. Shunaqa hammani o'ziga xos, masalan, qizi bilan gaplashib, bunaqa qilib bering degan bo'lsa, qizlarga o'zini xolagandaka, keyin meni mehmonlarimga degan joyda o'sha uyda ayolini nimasiga moslab qildik, dadasiga moslab qildik, spalnini o'zlariga moslab qilib berganmiz. Shunaqa barini o'zlari xoshlarini qilib beryapti, uydagilarga kelishib beryapti. Boya bitta shogirdingiz aytib qoldilar, dizayner kerak bo'lmadi deyishdi. Buni hammasini o'sha uy egalarini xohish, isteklariga binoan qildik deyishdi. Bu qiyinchilik tug'dirmadimi sizga? Endi baribir dizayner bo'lsa boshqacha, ya'ni biz ham ishimiz osonroq bo'ladi, lekin uy egasi o'zim bunaqa qilaylik deyishdi, o'sha kelishib uy egasi bilan kelishdik, ustalar o'zimiz shogirdlar bilan o'tirib kechitga shunaqa qilaylik, men bunaqa qilsak yana rivojlanadi deb qilib chiqarib ketaverdik. Lekin aka chiroyli chiqdi, xonalar juda ham menga yoqdi. Faskasiz ishlatilgan bo'lsa, Bibeflor tepaga faskali ishlatilgan. Bibeflorda bitta faskalini boshqacha qilaylik deyishdi, shuning uchun borsak shunisi yoqib qoldi. Ranglari ham bu neobishniy. Zo'r chiqdi lekin aka bu. Faskali qildik bu tepalarni. 3-xonamiz ham sizga yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Aka, 4-xonaga o'tamizmi?
to'rtinchi xonamiz, ya'ni ofis ekan bu. Uylarini ichiga ishlashlari uchun ofis qilishibdi. Oz-moz narsalarga e'tibor bermaysizlar, sababi hozir remont ishlari ketyapti. Lyustralar qo'yilyapti, shuning uchun bu mislar Beshalar olib qo'yilgan ekan. Beshalar, lisalar turibdi hali. Endi bahliroq kelishib qoldi. Qo'yganda yana bir kelsa, yana ko'rishib olaveradi. Xudo xolasa. Aka, mana shu devorda oldida mana shu faktura, keyin eshikka ishlatgan 3D PVH panel, keyin bu ishlatgan ranglaringiz haqida bizga ma'lumot bersangiz. Juda ham zo'r rangni tanlabsizlar. Keyin PVH panelni ham 3D kartikalikda juda ham zo'rini tanlabsizlar. Bunisini biz o'sha borganimizda zakaz berdik. Zakazga o'sha uy egasining o'g'li, men ofis qilaman buni deyishdi. Keyin o'sha rasmdan ko'rib tanlashdi, shuni oldik. Buni bitta butuncha shunday qo'yib, ustiga keyin buni mana gipsokartondan chiqarib, chetga chiroyli ofisni yig'ib qildik. Buni ham o'sha nimalardan oldik. Tikurillar ranglardan uy egasiga shu yoqda hozir endi chiqartirgan modda ranglar, hozirgi zamonaviy ranglar, shuning uchun shu rangdan tanladik. Ham neobishni ko'zni charchatmaydi, ofisda bemalol ofisda o'sha ishlarini qilib, kompyuter ishlarini qilib o'tirishadi. Keyin men ko'p ofislarda kuzatganman aka, mana shu rangdan foydalanishgan. Men qiziqsam, bu rang odamga qandaydir tinchlik berar ekan, fikrini bitta joyda jamlashiga yordam berar ekan. Bu rang ham bekorga tanlashmagan ekan bu rangni. Shu kompyuterda o'tirib odam charchaydi, ham yorug'lik bo'lsa yana ko'zi charchaydi. Bu shu yorug'likdan, charchashdan, ko'zini toliqtirishdan himoya qiladi deyishgan. O'sha sizlarda nimalarga borganimizda, haligi master klasslarga borganimizda shunaqa deyishgandan keyin o'zimizga olib turib shuni qilib chiqardik. Ranglar zo'r chiqdi aka, lekin bu xona ham juda ham menga yoqdi. O'sha mana nimalari ham polni hammasi bir xil rangda ketaverdi. Uydagilarga ham juda chiroyli yoqdi. Zo'r qilibsizlar. Bu fikr xayolni jamlashga ham zo'r narsa-da bu rang. Zo'r rang bu. Ofisda faqat dam olib o'sha ishini qilib bemalol chiqarganda. Xo'p, mana 4-xonamizni ham ko'rdik. Yo 4-da 4-xonamizni ko'rdik. Endi 5-xonaga o'tsak. 5-xona bu o'g'lining o'sha spalniyasi. Xudo ertaga kelinlar olganda chetga o'g'li chibra nimasi bo'lar ekan. Spalniya uyi. Spalniya ham bekkachi, ramkalar qilmabsizlar-ku, bekka o'sha dunyovoya super bankoni shundaycha qilib yuboribsizlar, o'sha qumsiz atachenton. Ha, qumsiz atachenton polnistda o'sha hamma devoriga polni shunaqa qilib yubordik. Stop neobishli bo'lsin, betga bizga aka menga shunaqa ortiq rang nima qilmanglar deydi. Uy egasini o'g'li. Shuning uchun o'g'illarning uyiga shunaqa qildik. Zo'r bo'libdi, ofis haqiqatda chiroyli bo'libdi. Hozir bu atachentonni nafaqat koridorlarga, asosan yotoqxonalarga ham ishlatishyapti. Sababi bu ham qanaqadir odamning fikrini jamlashga, keyin ko'zni charchatmaslikka yordam beradi. O'zi hamma ishdan charchab kelib, uyda dam olaman deb keladi-da. Shunaqa. Spalniyada dam olaman deydi, boshqa bo'ladi. Kirgandan keyin yorqin svetlar qo'yilyapti. Bu svetlar endi ko'zni charchatadi uxlaganda. Bu bemazza qilib muraqib dam oladi. Shuning uchun shu rangni tanladik. TV zona haqida gaplashsak, bu TV zonaga nimalar ishlatilindi? Nimaga aynan bambuk panellardan foydalandinglar? Bambuk panellari endi shu bir boshqacha chiqsin degan fikrda, mebelga o'xshatib chiqaramiz deb shunday panellarni foydalandik. Juda ham zo'r chiqdi bambuk panellar. Mana yaqinroqdan olib kelsangiz ko'rishinglar mumkin. Bu bambuk panellarimiz razmeri 1.22 290 bo'ladi. PVH panellar 1.22 280 bo'lgan bo'lsa 10 sm kattaroq bo'ladi. Keyin buni asosan uyda ichkarilariga, mana shu TV zonalarga qo'ysangiz juda ham chiroyli chiqadi. Bu PVH panelda bo'lsa nafaqat TV zona, balki oshxona, hammomga ham ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yuvilishlarga, qirilishlarga juda ham sifatli mahsul, chidamli mahsulot hisoblanadi. Hammomlarga ham qilib beryapmiz. Kimlar o'sha chiroyli bo'lsin, ham cho'ntakbob bo'lsin deysa, shundan qilib beryapmiz. Hammomlarga ham shundan chiqarib beryapmiz. Lekin endi televizor zonaga ham chiroyli chiqqani uchun o'zimiz tagiga pastapkalarni qilib, shuni ustiga olib beryapmiz. Buni butun holatini ekranda ko'rishinglar mumkin. Keyin buni salafanni ko'chirib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Buni fakturalari ham juda ham ko'p Domstroy filiallarimizda. Endi gap deganda aytib qo'yib, bu mahsulotlarda mana shuncha mahsulot olibsiz aka. Qaysi filialimizdan xarid qildingiz? Bu ko'proq hammasini asosan o'sha Farg'ona Domstroy filialidan oldik. Sizga ma'qulmi Farg'ona filialimiz? Ochilganiga ko'p bo'lmadi mana. Ochilganiga ko'p bo'lmadi, o'sha ochilishidanoq borganmiz. Xudo xolos borsak, bizga xizmat qiladigan bolalar ham hammasi xizmati ham zo'r, muomalalar, asosan muomalalari zo'r bo'lgani uchun akit o'sha yerga boramiz, muomalalari zo'r deydi. Keyin materiallari ham hamma yo'q, sifatli, toza sifatdan ishlatishadi. U yerda anaqa nimasi yo'q. Sifatli bo'lgani uchun ham uydagilarga ma'qul kelyapti, ham arzon, ham yombop. Shuning uchun asosan Farg'ona filiali, Domstroy Farg'ona filialidan oldik. Endi menda yana bitta savol tug'ildi aka, qarang.
Tikurilli emulsiyalari endi keldi Farg'onaga, ya'ni Domstroy bilan birgalikda. Undan oldin tikurilli ishlatishda qiyinchilik bo'lmaganmi sizda? Endi boshida maqib ko'rdik o'sha Domstroyda o'sha nimalar bilan mutaxassislar bilan kelib shunaqa deyishdi. O'zlarini tegiga sotadigan gruntовкалаrini bersak, chiroyli chiqardi. O'xshatib ketdi o'sha ishlatib yurganimiz uchun qilib olardik. Boshqa Chunki biz filiallarni uni Qo'qonda filialidan ko'proq olganmiz. Ha, tushundim. Farg'onadan, masalan, Farg'onada ishlaganimiz uchun boshida Qo'qonga boramiz turgan joyimizda Farg'onada ochilib qoldi, shu yerdan oldik. Lekin oldin Qo'qon filialidan olib turganmiz. Doim Qo'qon filialini mijozimiz. Ayni bizni kuzatib turgan usta akalarga, uylarni remont qilmoqchi bo'lgan mijozlarga qanaqa fikr va takliflaringiz bor? Endi bizni kuzatib turgan obunachilarga xudo xolasa mana Farg'ona filialida Domstroyga kelsalaring, ham sifatli, ham hamma yo'g'i, hamyonbop narsalari ham, tikurillari ham, ati-cho'ntalar, hozir ati-cho'ntalar, tikurillar yangi kirib kelgani uchun u yerda bir nimasi yo'q. Ishlatishga ham toza, balikda ham, cho'tkada ham, apparatda ham chiroyli chiqaveradi. Xudo xolasa zo'r. Shu yerdan olgasizlarni maslahat beraman. Demak, sizga ma'qul. Ma'qul keldi. Endi boshqa xonalarga o'tsak bo'ladimi yoki ularda hozir odam bormi? Yo'q, boshqa xonaga ham o'taveramiz. Ular endi asosan aboylar qilindi. Tikurillar naqalarlar ishlatildi. Aboydan ham naqalar klassika qilindi. Kanalimiz obunachilari, halinda biz video qildik, ya'ni mehmonxonaga aboy qilishibdi, boshqa xonalarga ham aboydan foydalanishibdi. Men videoni boshida aytgandim, 13 ta xona, 8 tasini abzor qilamiz dedim, lekin ko'rishinglar mumkin. Mana 5 ta xonani abzor qildik, qolgan 3 ta xonani bo'lsa, keyingi videolarda ko'rib olishingiz mumkin. Xudo xolasa hammani filiallarimizni kutib qolamiz. Aka, sizga ham juda ham katta rahmat. Qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana akam raqamlari bemalol aloqaga chiqib, ish aytsanglar bo'ladi, chiroyli qilib berishadi. Agar Domstroydan man desangiz. Domstroyga borsalar, xudo xolasa, ana ustalarga ham apparatlardan, instrumentlardan berishadi. Yaxshi, hamma yo'g'i zo'r. Domstroyda doim ishlarga omad. Rahmat sizga ham, salomat bo'ling aka. Rahmat sizlarga ham hammaga.